Assalomu alaykum. Mening aziz podpисchiklarim, bugungi qilayotgan ishimiz shundan iboratki, men prut deydi. Qavishcha uzuniga. Mana shundayliga. Yoqqa ketgan, ichlarida tosh, tagi esa stiyashka, beton. Buning ichi o'zi suv turadi, tiniq suv. Tiniq suvlarda buni toshlar juda jazir. Kuz faslida esa barglar tushib iflos bo'lib qolganda har bir toshni olib yuvib, kiyarkir bilan yuvyapti. Terigan. Shularni yuvib, bular buni 5 ta turgan pastdagi bular setkali. Bular motor yo'llarda svet yonadi. Toshbaqalarning og'zidan esa suv otilib turadi, fonton. Bugungi ishimiz shundan iboratki, bu stinalarni ko'rasizlar, qarang. Tagi esa kraska qilingan ko'k hidroizolyatsiya qilingan. Ularni yuvib, buni qarayib qolgan joylarni yuvib, tozalab, suv to'ldirib kerak, toza suv. Keyin esa kulchat qilinadi, bular og'zidan suv otilib turadi-da, fonton. Qishda esa tozalab qo'yamiz, suvini chiqarib tashlaymiz. Bahorda esa tozalab shu ko'lning ichini keyin toza suv quyilib, fonton otilib suv otilib turish kerak-da. Ishlab turish kerak. Bilan bir sharoit, bir go'zallik. Mana bir katta uchastkada ishlayman, dashada. Uyi. Uncha yaxshi emas, mana kuchuklari ham bor. Itlari. Mana shu itlarning ismini nima deydi, bilasizlarmi? Kim biladi? Hali yaqindan ham ko'rsataman keyingi videolarimda. Xayr, omon bo'lingizlar deb qolaman. Yana nima qiziq, nimalar qiziq yozib ketingizlar. Iltimos podpishkada bo'lingizlar. Petitsiya qilib klass bosingizlar albatta. Hammaga rahmat oldindan. Klass bosgan, petitsiya qilgan odamlar qo'llaringizlar ko'rmasin deb qolamiz. Yana nimalarni kamera qilay, syomka qilay, tashlayin. Yozsangiz kommentariyaga albatta sizlarga ulashaman. Qabul, omon bo'lingizlar.